Manzura opani qiyshiq og'zi yana ochilib qopti hozir nimada ko'rib qoldim. Как show biznes yulduzlari kimi bo'lmasin geyga chiqarishadi. Endi u gap menga tegyapti, to'g'rimi? Hamma gap bunday uchib kelib menga tegadi, только men gapiraman unaqa gaplarni. Manzura opam, tilimni qichitmang. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi degan gaplar bor. Shamol Rustam akaning shamolimda bo'lmaganda ana klipizdek hali tigr anaqa nima edi? Afrika stilida chiqqaniz hali bola bor edi-ku, hali bola. Shu daraxt bo'lmaganda shamolimdek qimirlamaganda. Oy, shamol bo'lmagan, daraxt o'lgur, hali Afrikani klipini qilib chiqqansiz-ku, tigritsa bo'lib. Shundagi shamol bo'lmagan deydi, daraxt uchi qimirlamaydi. Namyokimni tushungandirsiz. Men fakt bo'lmasa gapirmayman. Shu gaplarga xalqimiz ishonyapti dedi. Ishonadi-da. Ishonadi-da. Ba'zi birlar ikkinchi xotin bo'lib, uyda olib qayda borganiga ishonadi-da. Ko'p gapirmang, tilimni qichitmang. Menga tekkizayotganingiz to'g'ri menga yetib kelyapti. To'g'ri, manqangizni tozalang burunni ichidagi. Hijobga kim kiritganda, ana Liliputmi? Liliput kirgizganmidi hijobga? Tilimni qichitmang Manzura opa. Tilimni qichitmang. Fohishani fohisha deydi-da. Geydi deydi-da. Ramazon kunlari meni tilimni qichitmang Manzuraxon. Geydi deydi, shimara deydi. Uyda olib qo'yib haydab borganda, uyda olib qo'yib haydab boribdi deydi. Amazonia klipida bola chiqib men shuni sevib qoldim deb katta kishini tashlab ketganda, katta kishini tashlab ketgan deydi. Принимать qiling пораженияni, всё. Siz o'lib bo'lgan artistsiz. O'zingizni oyog'ingizga o'zingiz bolta urgan artistsiz. Mashni qising amizi. Showy PR qilasiz, erga teyyapman. Xalqimiz lo'q deb o'ylaysiz Manzura opa. Mana men sizni hayotingizni aytib beraman, odamlar shok bo'ladi. Ishonmaslikning iloji yo'q. Men первый лицадан eshitganman sizni hayotingizni. Первый лица. Это значит самый близкий. Так что Manzura opa, bunday ushagan yaxshidir degan fikrdaman. Ko'tni qisgan boy bo'lur. Keyin bir tinga zor bo'lur.